2026 Chevrolet Spark modeli zamonaviy shahar haydovchilari uchun mo'ljallangan ixcham va tejamkor avtomobil sifatida keng e'tibor qozonmoqda. Ushbu model avvalgi avlodlarga qaraganda ancha takomillashtirilgan, undagi texnik o'zgarishlar esa kundalik foydalanishda qulaylikni oshiradi. Chevrolet Spark 2026 tashqi ko'rinishida yanada keskin chiziqlar, ixcham LED faralar, yangilangan radiator panjarasi va aerodinamikani yaxshilovchi kuzov tuzilishi bilan ajralib turadi. Mashina kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda yoki gavjum shahar markazlarida juda qulay boshqariladi. Modelning ixchamligi parkovka jarayonini ham ancha osonlashtiradi. Bu esa yosh haydovchilar yoki yangi mashina olmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim afzallikdir. Avtomobilning saloni oldingi avlodlarga qaraganda yanada kengroq his uyg'otadi. Ichki qismi zamonaviy materiallardan foydalanilgan holda ishlab chiqilgan, o'rindiqlar ergonomik shakllantirilgan va uzoq yo'llarda ham haydovchi charchamasligi uchun qulaylik yaratilgan. Markaziy konsolda sensorli displey joylashgan bo'lib, u orqali multimedia tizimi, navigatsiya, telefon ulanishi va avtomobil sozlamalarini boshqarish mumkin. Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa smartfonlar bilan uyg'un ishlash imkonini beradi. Shuningdek, avtomobil ichida bir nechta usportlar mavjud bo'lib, bu yo'lovchilar uchun qulay quvvat olish imkonini yaratadi. 2026 Chevrolet Sparkning eng katta ustunliklaridan biri uning yoqilg'i tejamkorligi sanaladi. Kichik hajmdagi, lekin samarali dvigatel avtomobilni shahar sharoitida ham, magistral yo'llarda ham tejamkor boshqarishga yordam beradi. Modelning dvigatel tizimi yangilangan boshqaruv elektronikasiga ega bo'lib, bu yonilg'i sarfini yanada optimallashtiradi. Shuningdek, yangi uzatmalar qutisi ochishlarni silliq amalga oshiradi va avtomobilning umumiy dinamikasini yaxshilaydi. Tezlanish unchalik sportcha bo'lmasa-da, shahar haydovchiligi uchun yetarli darajada kuch taqdim etadi. Xavfsiz